Alo. Aka, men keldim aytgan joyingizga. Choyxona ekan-a? Bo'ldi. Xo'p bo'ladi, aka, shu yerdaman. Xo'p. Hozir bolalar hozir kelaman. Assalomu alaykum. Aka, qalaysiz? Alloh yaxshi, charchayapsizmi? Rahmat, shukr. Uzr, sizni ham bezovta qildim. Arenani pulini berib ketib keluvdim. Endi sal cho'zilib qoldi. Uyda ro'zg'orim, men mashinani ham ishi ozgina chiqyotdi, aka. Topganim, aka, mana shu bo'ldi, aka. Shunga rozi bo'lib tura olasizmi? Ukam, hozir pulingni qo'yib tur. Daftaringni olib bitta qo'yilib, ikkinchilda bo'lib turadi. Xo'p bo'ladi, aka. Mana aka daftar. Qani bitta qo'yiluvchi. 6 oy qolibdi-yu. Xudo xolasa 6 oy qoldi, aka. Juda qiynalib ketdim. Buni ham ish chiqyapti, aka. Uyimda ro'zg'orim chala. Aka, bergan pulimga mingdan ming roziman. Shu mashinangizni olib qola qoling, jon aka. Yo, shoshma. Men unaqa shoshasan. Ukam, men o'zi o'ylab yurdim. Mana shu mashinani ertaga senga rasmlashtirib beraman. Yo'q, aka, menga kerak emas, aka, pulingizni qilib beraman. Bolalar kutyapti meni, bolalar. Omon bo'l, uka. Ertaga ko'rishamiz. Rahmat demoqchi edim, aka. Xudoyim, hayron qoldim. Yaqinimdan ko'rmagan yaxshilarni begonadan ko'rdim. Shunday odamlar yuzlashtirib qo'yganingga Allohim, o'zingga beqadar shukr, Allohim.